mana shu telefon degan balo chiqqan. Bu baloni ichida hamma narsa bor. Shundan uzdirib o'qittirish uchun qamab qo'yish kerakmikan o'ylab qoldim. Yo'q, men har xil metodikalarni qiziqib yuraman-da. Qarang. O'zbekistonda larzaga solgan shu intervyuda ham telefon ziyoni haqida gapiribdi. Bitta telefon ziyonini ketkazadigan va bitta foyda keltiradigan funksiyani ko'rsataman. Buni millionerlar, juda olim odamlar ishlatadi. Birinchi bu ziyonini yo'qotish, ya'ni telefon chalg'itishini yo'qotish. Buning uchun eng sizni chalg'itadigan ilovalarda bildirishnomasini, ya'ni uydamasini o'chirib qo'yasiz. Mana masalan, eng ko'p chalg'itadigan Instagram. Instagramda parametrlar kirib, mana bildirishnomalarda bloklangan, qulflangan. Qachon men Instagramda o'ziga kirmagunimcha hech qanaqa xabar, hech narsa kelmaydi. Telefon sizni chalg'itmaydigan, zarur ishlardan qoldirmaydigan qilganingizdan keyin endi sizga zarur ishlarni eslatadigan qilib olish. Bu juda oson va tekin bo'lgan funksiya budilnik bilan kalendar. Juda ko'pchilik budilnikni xuddi pulli ilovada ishlatishadi. 10 ta, 20 ta, 30 ta qo'yib yuboring. Zal, vitamin ichadigan, kitob o'qiydigan paytingiz hammasiga budilnik qo'yib tashlash, har kungilik. Kalendar ham juda qulay. Xohlasiz oylik, xohlasiz yillik mana eslatmalar qo'yib tashlang. Qaysi oyda kunida nima to'lashingiz kerak, qarzingiz bor, haqqingiz bor, yilliklardan dekabr oyida mana 1-dan 10-gacha urib butun dunyo asal bayrami Toshkentda bo'lib o'tadi bilsanglar. Shuni esdan chiqarishga yozib qo'yganman. Onamni olib boraman. Qoldirmasdan har yil borishga harakat qilamiz.